Qonni birinchidan o'sha yaxshi suyultirib beradigan, quytirib qo'ymaydigan narsalardan bittasi zanjabil. Zanjabilni ichib yursa, choy qilib, ovqatlarga solib yursa, qon quyilib qolmaydi, suyultirib turadi. Ikkinchisi qonni yaxshi nima qilib yuradigan, bu anor bo'ladi. Mevalarning ichida eng foydalisi anor hisoblanadi. Buni butun dunyo tan olgan. Anor mana hozir mavsumi boshlandi. Anor yeb yurish kerak. Qonni tarkibini juda yaxshi qilib beradi. Qizil lovlagi qonga kerak. Qonni quyilib qolishini oldini oladigan narsa tuz bo'ladi. Tuz, oddiy tuz, yeydigan har doimgi tuz. Buni ko'pchilik bilmaydi. Ilgarigilar bilgan bu narsani. Oddiy ishlatayotgan, ovqatga ishlatayotgan tuzimiz sal iflosroq. Uni o'rniga korzinka do'konlarda sotiladigan dengiz osh tuzi bo'ladi. Shu dengiz osh tuzidan har gal ovqatga o'tirganda, ovqat yeyishdan 3-4 minut oldin shu tuzdan bir chimdim olinadi, tilni ustiga qo'yib birpasdan keyin so'lay bilan yutib yuboriladi. Ana undan keyin ovqat yesa, haligi ovqatni hazm qilish uchun oshqozon yana yaxshi qo'shimcha nimalar ishlab chiqaradi. Shirilar ovqat hazmini yaxshi qilib beradi. Tanadagi hali ishlab bo'lgan o'lgan kletkalarni vaqtida chiqarib beradi u. Qonda pH degan narsa bor, ya'ni kislotali ishqoriy muhit deyiladi. Endi ko'pchilikni tekshirganda kislotalik yuqori yuradi. Kislotasi oshib ketibdi deydi, kislota ko'payib ketibdi deydi. Endi tuz agar ishqor shuni har kuni ovqatni boshlanishida, ovqatdan keyin yeb bo'lganimizdan keyin bir kunda 3 mahalmi 4 mahalmi iste'mol qilib yursak, o'sha qondagi hali pHni ishqoriy tomoniga sal ko'tarib beradi. Ishqor yuqoriroq yurish kerak ozgina kislotalikka nisbatan. Yuqori yurganda o'sha kislotali muhitda qon quyiladi. Agar ishqor yuqoriroq yursa, kislotalik pasayadi, demak bu quyilishini oldini oladi. Yana bu yerda bitta muhim tomoni bor. Masalan, har xil yomon kletkalar bo'ladi. Aytaylik, rakoviy kletkalar deymiz, saraton kletka nimalar hujayralari. Mana shunaqa hujayralar agar bo'lsa, bular kislotali muhitda, qon quyuq qonda kislotali muhitda rivojlanib ketadi. Agar qonda ishqoriy muhit yuqoriroq bo'lsa, ular rivojlanmaydi, to'xtatib qo'yadi bularni. Mana shu jihatdan ham bu juda ham muhim. Shularni ham har kungi yeydigan ovqatimizda boshqalarda mana shu narsalarni e'tiborga olish kerak. Ayniqsa qonga katta e'tibor berish kerak qonni.